Saida Mirziyoyeva ilk bor intervyusini Kirill Altmanga berdi va keling eng muhim joylarini birga ko'rib chiqamiz. Suhbatning dastlabki daqiqalaridanoq Saida Mirziyoyeva sobiq ittifoqdan keyingi davr byurokratik elitasining an'anaviy vakili emas, balki o'z vazifasi va mas'uliyatini chuqur anglagan, ochiq muloqotga tayyor rahbar ekanligini ayon bo'ladi. Saida Mirziyoyeva o'z tayinloviga izoh berar ekan, prezidentga joylardan ishonchli ma'lumot olish muhimligini aytdi. Ehtimol meni tayinlashdan maqsad ham islohotlarni jadallashtirish, men orqali haqiqiy vaziyatni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish edi. Masalan, men hududlarga borganimda prezidentimiz doim aloqada bo'ladi. Xo'sh, qanday u bilan gaplashdingmi? Nima dedi? Buni ko'rdingmi? Topshiriq berdingmi? Muddatlarni belgilab nazorat qil. Davlatimiz rahbariga shunchaki haqiqatni yetkazadigan va bularning barchasini nazorat qilib turadigan ko'zlar va qo'llar kerak, dedi Mirziyoyeva. Bu fikrdan chiqadigan asosiy xulosa shuki, davlat boshqaruvidagi eng katta qiymat bezalgan hisobotlar yoki qog'ozdagi yaxshi manzara emasdi, balki real holatni yashirmasdan ayta olishdir. Prezidentga ko'zlar va qo'llar kerakligi haqidagi ta'rif amalda islohotlar qanday boshqarilayotganini ko'rsatadi. Qaror qabul qilishdan oldin haqiqatni bilish, berilgan topshiriqlarni joyida tekshirish va natija uchun shaxsan javobgarlikni ta'minlash. Bu yondashuv davlat tizimida ochiqlik, ishonch va mas'uliyatga asoslangan yangi boshqaruv madaniyati shakllanganidan dalolat beradi. Intervyu rus tilida chiqdi. Agarda o'zbek tilida qiziqish bildirilsa, biz tashkillantira olishimizni bildirishni o'rinli ko'rdik. Aloqa uchun raqamli videoni tagida joylab qo'yamiz. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib bormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.